Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlarimiz va hurmatli TV obunachilari, hammalaringga sog'lik, salomatlik, ishlaringga rivoj tilaymiz. Bugungi videolarimizga keladigan bo'lsak, o'tgan videolarimizni ko'rib, kuzatib borayotgan obunachilarimiz biladi. O'tgan safar o'sha Oqbosh smentarga chachishgan ko'chatchalarda syomka qilgandik. O'sha akalar telefon qilishib, yangi katta yemga tayyor smental aralash oqboshlarda olib kelishibdi. Videolarimizni ko'ringlar, hammasini alohida syomka qildik. Telefon nomerlari bilan qo'yib ketamiz. Agar videolarimiz sizlarga yoqsa, podpisatsiya bo'lmaganlar podpisatsiya tugmasini ezib qo'yamiz. Obunachilarimiz vakillar izlashda davom etamiz. Qo'limizdan kelganicha videolarni yoritishga harakat qildik. Ko'ringlar, mollar sog'lom, holati yaxshi. Oluvchilar bemalol iloji boricha tezlashtirib olishga harakat qilasizlar. Borib syomka jarayonida xaridorlar kelib savdolashayotgan ekan. Endi bir ikkita akalarimiz, obunachilarimiz talabiga binoan mana yoki bu tomonga o'sha valyuta kurslarini hammasini chiqarib qo'yamiz. Videolarimizni boshladik. Syomkamizni boshladik. Qadrli obunachilar, mana akamizni fermer xo'jaligiga keldik. Hozir hammasi yangi partiya kelgani uchun akamiz telefon qilib bizni chaqirishdi. Ancha yemga tayyor mollar kelgan ichkaridan. Charchab o'zi kecha kelgan ekan. Charchab yotishgan ekan. Hozir aytdik turgizib berish, hozir ichkarilardan ham syomkalarda davom ettiramiz. Xudo xolasa endi sotganida endi hammasi aka. Mana shvedlar bular. Mana smental chachishgan o'sha Qozog'iston oqboshlari ekan bular. Mana kichkina buzuvchalari. Bular necha oyliklar aka? Kichkinalar уже 6 oy. Ilhom aka, yaqinroq kelasiz, endi bitta bunday oyi nimalarini aytamiz, keyin iloji bo'lsa narxlarni ham aytib ketaveramiz. Bu shvetida? Shvetlar 6 million. Bular 6-oyga to'lyapti. 6-oyga to'lyapti. Ikkalasi endi pashti bir xil. Kelishtiriladi. Ha, kelishtiriladi. Mana ular. Keyin Ilhom aka, mana maytdan ketaylik aka. Bitta bu smental chachishgan oqboshi. Chachishgan oqboshlar. Bular ham narxi o'sha. 6 million kami bor. Kami bor. Yishlari, somon yishyaptimi bular? Barda. Somon, quruq somon ustiga barda quyilgan. Kepi aralashtirilgan mana yemishlari. Yishini ko'ryapsiz, ishtahasi zo'r mollardi. Pashti mashqatorda pashti standart ekan-a. Xo'p. Xo'sh, mana shvedlar. Bular ham 6 kami bor. Kelib bemalol. Bular yangi partiya mana. Mana endi bag'i yangi partiya ketdi. O'sha kecha keldim. Xo'sh. Bular hozir necha oylik bo'pti aka? Bular 1 yashar bo'lyapti. 1 yashar bo'lyapti. Boqishga tayyor. Endi narxlarini sekin aytib ketaveramiz. 8 million kami bor. 8,5 kami bor. Mo'jiza kichikroqmi deyman-a? Bular endi kelishtirasiz-da, kelib. Ko'ringlar. Smental chachishgan oqboshlar. Bular kecha kelgan uchun o'zi charchab yotishgan ekan. Bular endi o'zimiz hali kichkinalardan-a? Ko'chatlar-a bular. Ko'ringlar, ishtaha zo'r. Mollar emlatilgan. Mollarga javob sog'lig'iga. Ko'ryapsizlar, talashib, tortishib yishyapti. Xo'sh, boshqa tomondan
syomkalar davom ettiramiz. Mana ichiga ham kiramiz hozir. Qadrli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar. Ichkariga kirib syomkani davom ettiryapmiz. Mana yuvosh ko'ryapsizlar. Mollar holati yaxshi. Vesi yangi partiya mana. 1 yoshga yetar, yetmas mollar boqishga tayyor. Bemalol olib, shu yemlab boshlanaveradi. Mana hali o'zi havolar ham soviyapti, уже boqsa effekt beradi. Aka. Xudo xolasa. Bular qancha dedik? 8,5 kami bor. Qancha endi misol kami? 800 уже sotyapsiz o'sha narxdan, ha? Mana уже sotishlar boshlandi. Qadrli obunachilar, bemalol iloji boricha tezlashtirib, mana telefon nomerlarini qo'yib ketamiz. Akalar nomerlarini iloji boricha tezlashtiringlar. Bularga xaridor ko'p. Mana mollarning holati. Yaqinroqdan boramiz. Mana orqa taraflaridan mollarning ko'rinishlari. O'sha 1 yasharli mollarda mana kichkinamiz. Hozir aralashib ketdi. Hozir faqat ichkarida yuribdimi mollar? Yo tashqarida hammi? Tashqarida Ha, to'rgacha yurdi. Ha, mana o'sha hozir qadrli obunachilarimiz mana to'rdan o'tib qoldi. Endi obeddan kelgan. O'sha akamiz shu ichkariga olib kirganingizda bir bemalol syomka qilaylik deb iltimos qildik. Ichkariga haydab berishdi. Mana oqimiz rangi. Ko'ringlar. Mollarning holatlari qaysi biri yoqqan bo'lsa, bemalol shu telefon nomerlar orqali bemalol murojaat qilishlari mumkin. Kecha kunduz telefon nomerlar ishlar ekan. Ijolatsizlik yo'q. Mana xaridorlar ham sekin kelishni boshlagan. Mana tanlashni ham boshlab borishgan. Qadrli obunachilar, aziz muxlislar, yurtdoshlarimiz, mollar holati yaxshi. Bemalol ko'rib turibsizlar. Mana tanlashni boshlashdi. Shoshilinglar. Yo'qmagan nomerlarni yana bir qaytarib yuboramiz. Aha, aytavering. Xo'sh, telefon nomerlarini aytib ketamiz. Xo'sh, 91lik 129 8105. Xo'sh, 129 8105. 91lik, a? Xo'sh, yana bitta nomer aytamizmi? 94lik 472 Ha, boshqatdan ayting o'sha nomerda. 94lik 447 24 44. Qadrli obunachilar, ekranga ham qo'yib ketamiz nomerlaringni. Bemalol akalarga telefon qilishib, bemalol kelishlari mumkin. Xohlasang mana shu kelib, mollarni o'z ko'zlaring bilan ko'rib, xohlaganlaringni tanlab kelishib olinglar. Mollar holati juda yaxshi. Ilhom aka, nechta hozir bu yerda o'pshi? Hozir 50 ta bor. Ashi kichkinayu katta. 6 oyliklar, 1 yasharliklar nechta hozir? 20 ta 1 yasharlik. Uje sotibsiz-da? Uje mana sotilyapti. Ko'rib turibsizlar, xaridorlar tanlash davom etyapti. Mana shved, mana kichkinalar, xohlagan odam mana ko'chatlardan, xohlaganlar mana o'sha 1 yasharlik yemlanishga tayyor mollardan olib bemalol boqishlari mumkin. Qadrli obunachilar, kamchilik, xatolar uchun videolarimizda uzr so'raymiz.
Namaste. Namaste. Ha, onu nima? Ichkarilardami? Juda. Mollar chiroyli, holati, shu semizligi, vesi yaxshi. Bemalol shu olib, уже yemga tayyor mollar. Qadrli obunachilar, videolarimiz agar yoqqan bo'lsa, obuna bo'lmaganlar, pastda podpisatsiya tugmasi bor, shunda ezib qo'yasizlar. Obunachilarimiz o'zlarining shu layklarni bosib qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Qanday yana mavzular sizlarni qiziqtiradi? Bemalol Telegram kanalimizda orqali bemalol so'rashlaring yoki kommentariy orqali yo'llashlaring mumkin. Qo'limizdan kelganicha javob berishga harakat qilamiz. Shoshilinglar, nomerlarga telefon qilinglar. Mollar holati yaxshi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.